Bizning bosh qomusimizda ham gender tenglik masalalari qonun bilan kafolatlangan. Ayol va erkaklar barcha faoliyatda teng huquqqa ega. Biz zo'ravonlikka qarshimiz. Haqorat va kaltakdan aziyat chekayotgan ayollarga sabr qilding emas, balki biz senga doimo yordam berishga shaymiz degan fikrni bildirish kerak. Chunki ayollar ojiza. Biz ayollarga nisbatan zo'ravonlikka qarshimiz. Если ты хочешь, чтобы к тебе относились хорошо, тебя уважали, любили, то ты и сам должен уважать, любить, терпеть других. Ты должен прислушиваться к другим мнениям, уважать чужое мнение, и тогда к тебе не будет такого отношения. Уважайте, любите мнение других, относитесь терпимо. Мы против насилия. Oilaviy zo'ravonlik o'z miqyosiga ko'ra global muammo. Biz oilaviy zo'ravonlikka qarshimiz. Oila muqaddas dargoh. Haqiqiy mard erkak ayollarni xo'rlamaydi. Xotin-qizlarni ta'zir va zo'ravonlikdan himoya qilaylik. Zo'ravonliksiz ayol har bir ayolning huquqi. Hech bir ayol tazyiqqa loyiq emas. Biz ayollarga nisbatan zo'ravonlikka qarshimiz. Dear students, today I want to remind you that bullying is never okay. Hurting with others with words or with actions can leave deep scars. In our school, we should respect each other, we should support each other. If you see bullying, don't stay silent. Tell the teacher or help your friend stop bullying. Insonni insonga zulm qilishi doimo qoralangan. Zo'ravonlik kuchlilik belgisi emas. Zo'ravonlik hayotimizga oddiy holatga aylanishiga yo'l qo'ymaydi. Bir-birimizga mehribon bo'laylik. Bir-birimizdan mehrimizni ayamaylik. Biz zo'ravonlikka qarshimiz. Farzandlarimiz biz uchun eng aziz ne'mat. Farzandlarimizni yaxshi ko'raylik, ularga mehr beraylik, ulardan mehrimizni ayamaylik. Biz bolalarga nisbatan zo'ravonlikka qarshimiz.